Lichkam yozibdi, aka hayotda sizni qo'lingizni siqish orzuyim bor deb. Qilib siqish orzusimi? Boshda hayron qolardim, hozir odatiy hol bo'lib qolgan akalar. Lichkasiga kirsanglar soqolli bitta mujik turadi, lekin lichkalarga aka bir ko'rishsangiz siqishaylik deydi, yopti serdechkalar jo'natadi yo videolar jo'natadi. Ko't mishiqlar haqida gapirmaylar, akalar, bu qo'limni siqish orzu u bu deydigan gap gapirmaylar. Men oddiy odamman, paloncha obunachim bor degani, bu men ovqat yesam, yegan ovqatim chiqib ketmasa havoga uchib ketadi degani emas. O'zingizlarni hurmatinglar, bilinglar. Bilat, suka. O'zbekistondagi blogerlarda aksariyati bo'lganimda tepib turib mashinani bunday qildim deb ko'rsatgan bo'lardim. O'zimni bloger deb bilmayman akalar, men ham sizlarni bloger deyishinglarni xohlamagan bo'lardim. Endi videolar qilaman, как hobbi, odamlarga shu narsa yoqadi. Подписка tashlaysizlar, kuzatasizlar, kayfiyat uchun videolar qilaman. Ko'timga qaragan ko't. More преданный скалам и ненадолго подаришь прибой. Блядь, ko'timni tagi hulakan itbet. Блядь, yomg'ir yog'uvdi, mo qaranglar. Boshda ko'tlarda gapirib, baribir o'zim nimagadir oxirida ko'timni ko'rsatdim, ha. Daxiga ko't yozishni boshladi. Aka, termamisiz? Sizlarni ham tushunsa bo'ladi. Shuncha qo'ltiqlarni ochib yuribdi. Hech kim bolalar qaramay qo'yapti, sabab bu. Bolalarga qiziqishni boshlayapti. Yo'q, parasatda.